Ey yo, WhatsApp sizlar bilan men Shoha. Bugungi videoda bugungi videoda 10 ta qishloq sizlarini sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Videoga birdam like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'ysalar juda ham xursand bo'lardim. Tezroq paydo bo'lishim kerak. Birinchisi bu mana bolalar yozuvlilar. Musi keyin chiqmagandan keyin agar qishloq chiqmasa kommentariyaga yozmanglar. Negativ yozib o'tirmanglar. Mana qishloq. Bu qishloqqa men pashni o'rganib chiqganman. Bu qishloqimdan shu tekis o'ylayman. Bilmadim men mana shuncha kattalik kerak qishloq. Keyingisi keyingi to'g'ri qishloq. Shohcha degan sit. Mana yozuvlilar. Mana qishloq. Top 10 ta qishloq sizlarni bugun sizlarga o'rgatib chiqaman. Keyingisi qanaqaydi? Keyingisi emas. 3 ta 1. Bu qanaqa qishloqdi bu? Mana bu piramida yo. 14 tamida nechida? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 ta birozasizlar bor. 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14. Davay qishloq chiqdi. Yapili qishloq qani? Mana deydi. To'g'ri borsanglar mana qishloq. Bu hammasi mana sit daftarimda bor. 83 bet. Keyingi sit. Xo'sh. Final degan bitta sit ekan. Orqaga sizlarmasini. Qani? Final. Xuddi masjidga ko'rlasanglar qanaqadir bir chiqib kelish kerak. Mana o'sha momentiga tushamiz hozir biz. Mana qanaqa bu yoqda bo'lishi mumkin? Ikkita bor bu yoqda. Keyingisiga bo'libsam keyingisi emas. Minus 3 5 5 6 0 25 62 bo'ldi. Bunaqasiga voy bala. Qishloqmisan, qishloqda bu yoqda piramida bor ekan. Ikkita piramida. Men bu sidumay isimdan chiqarib qo'ydim-da. Bu 3 ta piramida. Ko'rasizlar, bitta like lekin arziydi. Ichida nima borligini ko'rsataman. Shuningdek oltin o'zinglar ko'ringlar.
Suyaklar. U oltin alma chiqamgan. Nutak buni ustiga olgan, lekin olmas. Endi keyingisini ko'ramiz. Mana bittagi qattaydi qishloq. Mana bittagini ko'ramiz endi. Men buni uchilovni qo'limda, magra uchilovni chiqimda, ikkimda. Almas chiqish kerak, lekin bor. O ikkita almas bor ekan, normalniy lekin. Endi unisini ko'ramiz. Uni ko'rdimmi? Men u ham ichida nima borligini ko'rsatay. Normalniy narsa bor ekan lekin. Bolalar men yangi versiyam bamber olgan sabab bor ekan. Men Kopskin sotib yotganimga menga o'sha o'yinim 1 oyga bam beribdi. Men uni bir kunga o'yladim. Bitta almos bor ekan bunda. U normalniy lekin. Bitta kuchayib ketsanglar bo'ladi lekin. Bekor bosdim shuni. Keyingisiga o'tamiz. Keyingisi demas bu minus degani. Minus 4 3 85 81 81. Bu lekin sistem ismi yo'q, to'g'ri. Qani qishloq? Qishloq qani? Mana men bor ekan. Bu mana qishloq mana-yu. Salpa uzoqroqda ekan. Lekin normal joyda joylashgan ekan. Bu da bu. Men bichga qo'yib qo'ygan ekanman, shunga hayron qoldim. Shuni temir. Oltin temir. Bitta almas 3 zumrud bor ekan, normal lekin. Ikkita almas 3 zumrud. Qishloqlar bilan savdolashsa bo'lar ekan, lekin bu eski versiya. Videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar bo'ldi. Anon kompot to'yi. Keyingi qishloq o'tamiz. Qishloq ketdi. Farqi yo'q. Keyingi qishlog'imiz 17 o't yo'q. Mana to'g'ri. Ketdi bu yana. Bichga qo'yib qo'ygan ekanman. Men chadashdim. Qishloq bor bu yerda. Qatta turibdi. Shu atroflardan India. Yozasizlar. Qishloq. Mana. Normalligini qishloq. Keyingisiga o'tamiz. Sana kadar çıkırıydım onu. Bir lekin normallik etdi qishloq.
Hayır, bunga kirmaganimga 3 yil bo'ldi. Bunaqa ikkita ekan. Mamam o'zi qishloqdan ham. Oho, dedimda. Izimda normal arqavondagi uchun uzr. Keyingi qishloq o'tamiz. 44 538. Qishloqimiz banqib qo'yib. Yeb yarim ikkita bor ekan. Yo'ldagi bitta, bu yoqdagi bitta bo'lsa kerak. Men ikkinchi qismini chiqaraman. Oy, normal narsa bor. İkinci kısmını çıkarıyorum. Salattan keyin şöyle çıkarıyorum. Ne 30 dolar ikinci kısım. Давай. Gidelim başlayalım. Kengesiydimiz. Hoş, qanaqa setlar bor. Yo'q, buni bilasizlar. 24. Tenna qishloq. Yemada tekis joy bor ekan. Normal joy. Qadar qishloq bor. Lekin pichga qo'yganman-da. Bu qishloq yo'q. Pichkani olib tashlash kerak. Yomon topolmadimmi? Bilganlar kommentariyga yozib ketsin. Bu qishloqqa qayerda joylashganini. Toshkent qishloq 3 va bu qishloqimiz. Oy. Nima faqat cho'ldan spawn qiladi? Qani endi qishloq, qani? Yo'q, bu yo'q qishloq. Xo'sh. 3 tarra yo'q. 14 95 89 60 66. Qani qishloq? Qani sen? Nima bu men qishloqni olmadim kelibdi. Yo'q, bu yo'q. Nima pichga qo'yganman? Pada yozasizlar bolalar. Men pada chiqib kelarkan. Normal, kichkina qishloq joy ekan bu. Zato qishloq. Endi bitta qishloq aytaman bo'ldi. 3 daqiqa. Chiqib kelarmi deyapti. Mana chiqib kelarkan. Normalligina katta qishloq ekan. Ikkita bor ekan hammasi. Sizlar faqat videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'lgani. Uning ichida normal. O'zinglar bo'ldi shuncha sizlarni ko'rdinglar. Endi sizlardan 30 like ikkinchi qismini chiqaramiz. Faqat like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar bo'lgani. Xayr.